Joriy yilda Farg'ona viloyatida 2521 ta fermer xo'jaliklari tomonidan 72 ming gektar maydonga chigit ekilgan. Ushbu maydonlarning 23 ming gektarida Shinjon texnologiyasi asosida plyonka ostiga 66-10 sm qo'shqotor sxemada ekilgan g'o'za nihollari ayni kunlarda parvarish qilinmoqda. O'tgan 2025 yilda Shinjon Uyg'ur tajribasi asosida chigit ekilgan maydonlarda o'rtacha hosildorlik 45 sentnerdanni tashkil etilgan holda 324 ming tonna paxta hosili olingan. Ta'kidlash lozimki, 700 dan ziyod fermer xo'jaliklarida paxtadan 50 sentnerdan 70 sentnergacha paxta hosili yetishtirishga erishilgan. 2026 yilda viloyatda 62.4 ming gektar maydonga, ya'ni 87% maydonlarga xorijiy navlar ekildi. Paxta yetishtirishni ilmiy asosda tashkil etish erishilayotgan yutuqlarning asosiy omili bo'lmoqda. 2026 yilda o'tgan yilgi natijalardan kelib chiqib, xorijiy g'o'za navlaridan biti va giti genli g'o'za navlaridan Xiluzon 52, Xiluzon 87, Xiluzon 64, 83, Xontay 66-36, Jinki 15-65 kabi navlardan ekilib, hozir parvarish qilinmoqda. Paxta yetishtirishda ilmiy asosda tashkil etish, ilg'or intensiv agrotexnologiyalarni amaliyotga joriy qilish bo'yicha soha olimlari, mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilgan ilmiy ishlanmalar, yangi agrotexnologiyalarni amaliyotga joriy qilish bo'yicha Farg'ona viloyat agroxizmatlar markazi, sohani mutaxassislari, bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi paxtachilik kengashining viloyat ishchi guruh a'zolari tomonidan joylarda hosildorlikni oshirish, eski an'anaviy usulda paxta yetishtirishdan voz kechib, yangi texnologiya asosida yuqori samarador resurs tejamkor texnologiyalar joriy qilish orqali hosildorlikni oshirish, bu orqali yanada fermerlarimiz daromadini oshirish choralari ko'rib kelinyapti. Bugungi kunda qishloq xo'jaligida suv taqchilligi, iqlim o'zgarishi soha vakillaridan innovatsiya va ilg'or texnologiyalarni joriy etishni talab qilmoqda. Toshloq tumanidagi Luqmonov fermer xo'jaligida paxta yetishtirish to'liq Shinjon texnologiyasi asosida olib borilmoqda. O'tgan yilgi tajribalarda ushbu texnologiya o'zini oqladi. Oddiy usulda har gektar yer hisobiga 30-35 sentnerdan hosil olingan bo'lsa, innovatsiya evaziga hosildorlik 60 sentnergacha ko'tarildi. Fermer xo'jaligimizda paxta yetishtirishni to'liq Shinjon Xitoy texnologiyasiga o'tkazdik. Bu yil paxta maydonimiz 166 gektar, 166 gektarga to'liq Shinjon usulida paxta ekdik. Har yili takomillashtirishga harakat qilamiz, yangilik olib kirishga, texnologiyalarni mukammalroqlarini tatbiq qilishga harakat qilamiz. Hozirgi kunda bizning hisob-kitoblarimiz bo'yicha 240 ming dona ko'chat bor. Hozir kelib mana 3 yildan beri shunaqa usulda ekib kelayotgan bo'lsak, biz shuni tushunib yetdikki, Xitoy navlarida yaxshi ko'rsatkichlar ko'rsatyapti. Bu yilgi kunda o'zimizni hisob-kitobimiz bo'yicha 65-70 sentner paxta olish o'zimizga maqsad qo'yganmiz. Shu taraflama biz daromadimizni oshirmoqchimiz. O'tgan yilgi hisob-kitobimiz bo'yicha sarfimiz, suv sarfi 50% ga kamaydi. Mineral o'g'it 35% ga kamaydi. Odam kuchi sezilarli darajada. Asosan hozirgi kunda biz texnikalar bilan ishlaymiz. Prezidentimizning paxta hosildorligini oshirish, paxta yetishtirishda ilm va innovatsiyalarni joriy qilishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi hamda paxtachilik va g'allachilikda hosildorlikni oshirish uchun yuqori intensiv agrotexnologiyalarni qo'llashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlari bilan sohani davlat tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini yanada kengaytirish, ilm-fan va innovatsiyalarga asoslangan yangi yondashuvlarni qo'llash natijasida yutuqlarga erishilmoqda. Xususan Shinjon texnologiyasi asosida 66-10 sm qo'shqotor sxemada tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy qilib paxta yetishtirilgan maydonlarda chopiq, kultivatsiya, yaganalash, begona o'tdan tozalash tadbirlari o'tkazilmasligi, suv sarfini 40-50% gacha kamayishi, bundan tashqari mineral o'g'itlarni tomchilatib sug'orish texnologiyasi orqali berilganda mineral o'g'itlardan tejarilishi, ya'ni o'sha mineral o'g'itlarni tomchilatib sug'orish ishlanmalari orqali ildiz bo'g'izigacha yetkazib berishi natijasida
ortiqcha xarajatlarni kamaytirilishi va bu tadbirlarga sarflanadigan xarajatlarni kamaytirilishiga, bundan tashqari natijada 60-70 sentnergacha bo'lgan yuqori hosildorlikka erishish hisobiga gektaridan o'rtacha 15-16 million so'mgacha sof foyda olish mumkin fermerlarimiz. Ayni kunlarda Luqmonov fermer xo'jaligida Shinjon usulida ekilgan dalalardagi g'o'za noxalari tekis unib chiqqan va parvarish ishlari tizimli olib borilmoqda. Nazorat uskunalari orqali har bir to'p g'o'zaning rivojlanishi kuzatib borilmoqda. Mutaxassislarning e'tirof etishlaricha, g'o'zaning rivojlanishi oddiy usulda ekilgan dalalarga qaraganda 15-20 kun oldinda ketmoqda. Muhtaram prezidentimiz tomonidan biz fermerlar uchun qabul qilinayotgan qarorlar, berilayotgan katta imtiyoz va imkoniyatlardan keng foydalangan holda Agroxizmatlar markazi va paxtachilik kengashining ishchi guruhi a'zolari bilan birgalikda ilg'or innovatsion agrotexnologiyalarni joriy etish ishlarini davom ettiramiz. Tajribamizdan kelib chiqib ayta olamanki, yerga ilm va innovatsiya bilan yondashilsa, fermer hech qachon kam bo'lmaydi, baraka va foyda albatta bo'ladi. Shu o'rinda ta'kidlash o'rinliki, joriy yilda viloyatda yana bir yangi tajriba qo'llanilmoqda. 700 gektardan ortiq maydonlarda oq, ko'k, qizil va yashil rangli plyonkalar ostida paxta yetishtirilmoqda. Agroxizmatlar markazi mutaxassislari va paxtachilik kengashining ishchi guruh a'zolari tomonidan fiziologik kuzatuvlar olib borilmoqda. Ko'k rangli plyonka ostiga ekilgan g'o'zalar nisbatan ertaroq unib chiqishi, bundan tashqari o'sha g'o'zaning rivojlanish holati boshqa rangdagi plyonkalarga nisbatan jadalroq rivojlanishini kuzatish mumkin. Endi qizil va yashil rangli plyonkalar ostiga ekilgan maydonlarda g'o'zani paxta tolasini uzunligi 0,3-0,5 sm-gacha uzunroq bo'lishi kutilmoqda. Buni natijasini xudo xolasa mana mutaxassislarimiz tomonidan olib borilgan final kuzatuvlar paxta terimigacha bo'lgan davrgacha olib boriladi. Qishloq xo'jaligi sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, yangi innovatsion agrotexnologiyalarni amalda tatbiq etilishi erishilayotgan yutuqlarning asosiy omili bo'lib xizmat qilayotir. Ona zaminga ilm va innovatsiya bilan yondashgan fermer xo'jaliklarda olinayotgan hosildorlik va kutilayotgan yalpi daromad salmoqli bo'lmoqda.